Do'stlar, mana bu yerda IELTS'ni listeningini qilib ko'rdik biz. Juda ham nima showmenlarga boy IELTS ekan do'stlar. Qanaydir необычный IELTS testi, chunki part 4 da ham bu yerda one word or a number deydi. Bunaqa narsa tushmaydi. Aslida only one word tushadi, tushunyapsizlarmi? Lekin part 3 si semichka po'choq ekan. Part 2 si ham semichka po'choq. Part 1 bilan part 4 da bizni salgina olib borib olib keldi. Tan olaylik do'stlar. Multiple choice semichka po'choq ekan, 20 ta test. Tushunadingmi? Ketdik do'stlar. Birinchisi bu volume test 1, ikkinchi sezon 7-testni bajaryapmiz. Bu yerda aytyapti, birinchi aytdi, hozirgi turgan odamlarimiz bor, shuning uchun 1-2-3 kunga tozalash uchun vaqt ketadi. 5-mayda kirsangiz bo'ladi dedi birda. Tushunarlimi? Ikkita qiz bola universitetda bitirgan ekan, ular o'zlariga uy qidiryapti. Yashab ishlash uchun o'sha yerda. Oyiga qancha ekan do'stlar? $1700. Boshidan depozitga $1,500 qo'yasiz. Lekin one word or a number deb turib, kredit chek deb ikkita so'zni qo'yyapti-da. Shunisi qiziq. Tushunlaymi? Salto degani bu. 4-mashqda do'stlar, remodel kitchen yaqindagina nima qilingan? Furnished yoki bo'lmasa qaytadan qilingan, nima qilingan oshxonani bor dedi. Keyin bizda nimamiz yo'q dedi? Dishwasher yo'q, idish yuvgich. Section deb aytib ketdi, lekin garajda bo'lar ekan do'stlar. Tushunadingmi? Garaj bo'lar ekan. Kimdir section deb qo'yganmi? Yaxshi. 7-chisidan ikkinchi bir nafas olayotganda siz dedi, o'nlarni, o't o'lanlarni suvlashingiz kerak, suv qo'yishingiz kerak edi. Water bo'ladi shuning uchun. Water so'zining ikkita ma'nosi bor. Birinchisi suv, ikkinchisi suv quymoq. Tushunyapsizlarmi? 8-mashqda do'stlar recycling deb aytib ketdi. 9-sida do'stlar window conditioning. Keyin mana bu dressler ekan do'stlar, dressler. Dress o'sha anavi ko'ylakdagi dress, keyin ler qo'shib qo'yasizlar do'stlar. Tushunarlimi? Yo'q, o'tamiz ikkinchi sectionga. Ikkinchi sectionga zo'r alda do'stlar. Travel with me degan kompaniya ekan, ladies and gentlemen. Parkda o'sha ot minish payti yoki ot nimadir riding payti qachon ekan? 10 da ekan. Ochilish paytichi qachon ochilar ekan ana park? 9:30 da ochilar ekan do'stlar. Tushunyapsizlarmi? Keyin agar dedi zo'r aytib ketdi, nimani sonni? Agar dedi birinchi qarang bunday dedi. Agar normalniy bilet sotib olmoqchi bo'lsangiz dedi, ticket office 95 funt sterling dedi. Agar xuddi shu o'rtacha hisobdagi normal holatdagi bilet sotib olsangiz 78 funt sterling bilan onlayn sotib olsangiz. Keyin aytdi, agar ticket officedan family bilan sotib olsangiz 113 funt sterling dedi. Agar mana shu familynikini onlayn sotib olsangiz 95 funt sterling dedi. 3 ta narsaga 4 ta narsa tiqib yubordi shu yerda. Tushunyapsizlarmi? Zo'r aytib ketdi. Keyin what is suggests when you plan to go to the lake in the park? Nima deydi do'stlar? O'zingiz bilan nima oling dedi? Yo'q. Hot seasonda boring dedi. Mana go there in summer. Tushunarlimi? Chunki ikkalasini ana o'qib ketdi, inkor qilib ketdi. Kamera olmang dedi, waterproof clothes olmang dedi. Tushunarlimi? Hot seasonda borsangiz kasal bo'lmasligingiz ehtimoli bor dedi. Tushunyapsizlarmi? You don't have to catch a cold dedi. 14 ta special about the roller coaster bike. Bunda nima deydi do'stlar? Wooddan qilingan ekan, buni velosiped. Velosiped nimadan qilingan ekan? Wooddan, yog'ochdan qilingan ekan. Mana bola. 35 ga what should they bring to the resort? Food for the picnic va blanket ham oling, ko'rpami, adyolmi dedi. Tushunaymi? 16 ga do'stlar, kunning oxirida sizni mushakbozlik kutib turadi, bo'ladi do'stlar. Tushunarlimi? Nega o'tamiz do'stlar? Mana bu ham zo'r qiziq ekan. Cowboy showda nima bo'lar ekan? Driving school ride'da va roller coaster jumpingda va magic showda do'stlar. Birinchisida aytdi, kutib qolmaysiz dedimi? It doesn't have a long wait. Birga nima bo'lar ekan? Kutmaysiz ekan cowboydagi. Chunki bir necha bola cowboy kiyimida chiqib raqs ijro etar ekan. Ikkinchisiga do'stlar C bo'ladi. Driving school ride'da do'stlar bolalar uchun eng nimasi ekan? Ma'qul ekan, mos ekan bu ana u activity. Mana bu esa do'stlar F. Bunda aytdi eng scariest deb ketdi. Ko'rlangmi? Scariest, frightening dedi. Shu nimaga to'g'ri keladi do'stlar? Frighteningga to'g'ri kelib turibdi. Magic showchi oxirigacha kuting. Sizni ajablantiradigan sovg'amiz bor dedi. Surprising ending.
Section 3 do'stlar tagida turibdi. Zo'r savol ekan do'stlar. Universitetni bitirib borgan bitiruvchilardan kompaniyaga ish topshirasiz-ku, o'shanda o'sha bitiruvchilar deyapti, nimalarga e'tibor berish kerak deyapti. Anonga e'tibor berish kerak. Degree of motivation bilan yana nimaga? Eagerness to learn. O'rganishga ishtiyoqmand bo'lish kerak. A bilan nima bo'ldi? C bo'ladi. Keyin qarang mana bu yerda. Dekretga chiqqan ayollar ishga borgandan keyin nima bo'ladi deyapti. Bu yerda nima bo'lar ekan? Mana they are very mature nima degani? C bo'ladi. Ular juda ham nima? Voyaga yetgan bo'lar ekan, bu kompaniyaga ayniqsa yoqadi. Keyin mana bu D, E bo'lish kerak o'zi aslida. Boyagi adjusting mana bu J bo'lish kerak. Yozib qo'yinglar mana buni. Ishga nima qiyinchilik bo'lar ekan do'stlar, o'zgarish sodir bo'ladi-ku, endi ular masalan 6 yil unga chiqadimi dekretga, 7 yil dekretga chiqadimi, yangi ishga qaytgandan keyin ko'p narsalar o'zgarib ketgan bo'ladi-ku. Shunga o'rganish qiyin bo'lar ekan, ona dekretga chiqib qaytgan ayollarga ishlash. Pastga tushamiz. Qanday turdagi ishchilarni kompaniyalar ishga yollashdan o'zini olib qochar ekan? Qani ko'raylik shuni. Boyagi deydi bular. Mana ishga kirgandan keyin menga mos emas ekan deb oldingi ishidan bo'shab ketganlardi, bular ham ishga olmas ekan. Mana people who quit their job because it was unsuitable for them. Menga mos emas ekan, time yoki anosi nimasi, maoshimi endi balobatlarmi, tushunyapsanmi? Shunday deb qochib ketganlar bo'lsa, ularni ishga olmas ekan. Keyin mana people who were sacked by previous company. Ish joyidan haydalganlarni ham ishga olmas ekan. 27 dan 29 gacha yana nechta harf tanlang deydi do'stlar bu yerda? 3 ta. Qaysi bo'ldi javobimiz? A, C, E mi? Ha, to'g'rimi? Lekin u yerda 2 ta berilganmi javobi? Yo, 3 ta berilgani? Yaxshi. Bu yerda aytayaptiki, yozinglar do'stlar, mana bu retrenched yozinglar, bu ishdan bo'shatilgan degani. Mana bu sacked degani mana bu. Mana bu ikki sinonim do'stlar, mana sacked bilan. Mana bu C dagi sacked bilan mana bu retrenched degani ishdan bo'shatilgan degani. Qarang. Nima uchun odamlar o'sha ishdan bo'shatilgan ishchilarni yana o'sha anonga ketyapti? Ishga olishdan nima qilar ekan? O'zini olib qochar ekan. A lack of experience relevant to new industries, comparatively old age, undan keyinchi difficult to retraining, to'g'rimi? Ular dedi, yosh kattalarga dedi, qayta o'qitmaydi, yoshlarga o'qitgan yaxshi. Agar yosh qari bo'lsa ham undan foyda yo'q. U bo'lni ishlab bo'lgan-ku dedi. Tushunarlimi? Bu yoqqa 30 ga o'tamiz. 3 ta sababga ko'ra intervyuga borganingizda arizangiz rad javobini olish mumkin ekan. Birinchisi, o'sha boshqa sohada ishlab turib, keyin boshqa sohaga o'tayotganingizda o'sha mos bo'lmagan tajriba va qobiliyatlaringiz bo'lsa, ikkinchisi clauses, inappropriate clause nima degani? Mos kelmagan nima? Kiyim. Masalan, short futbolkada bo'lsangiz, Nike kompaniyasiga ish olish uchun sizga 100% nima chiqadi? Отказ chiqadi. Keyin poor social skills. Qobiliyatingiz yo'q bo'lsa ijtimoiy, masalan, suhbatlashish, communication skill'lar bo'lmasa deyapti. Tushunarlimi? Sizda endi sinab ko'radi, u yerda bir 7 ta 8 ta odam o'tiramda, qatorlashib. Bitta hujjatingizni kirib kelasiz. Shuning uchun men aytaman do'stlar, IELTSda masalan, nafaqat IELTSda, masalan, rasmiy imtihonlar bo'ladi, mana TOEFL, TOEFL, to'g'rimi yoki masalan IELTS, to'g'rimi? O'shalarda iloji boricha, masalan, endi TOEFL O'zbekistondagi unga unday bir forma, bir shart emas, chunki u yerda odam yo'q-da. IELTSda iloji boricha speakingga ofitsialniy formal anoda borish kerak. Clause. Men shunday deb o'ylayman. Tushunyapsanmi? Masalan, posolstoga hujjat topshirasizmi yoki posolstoda nimadir ishingiz bormi, ha? Iloji boricha formal clause kiying. Chunki o'sha intervyu yoki o'sha moment sizga qanchalik muhimligini tashqi ko'rinishingiz o'zi aytib turadi. Ha? Mana custom shim kiyib, ichida mana sariq jo'janing rasmi bor futbolka kiyib borsangiz, u endi o'sha sakrab salto degan. Tushunarlimi? Esingizdan chiqarmang shuni. 4-sectionga kelamiz do'stlar. Organic farming. Mana do'stlar 1+1 deb olamiz.
Bu yerda organic farming is nima deydi do'stlar? Kimdir healthy qo'yganmi? Boshda aytib ketdi. Sustainable bo'ladi birga. Ikkiga nima bo'ldi do'stlar? Sales, 3 ga energy, 4 ga nima bo'ldi do'stlar? Biodiversity bo'ldi. 5 ga potatoes, 35 ga, 36 ga nima dedi? 10%. 37 ga grass. Keyin bu yerda Hindistonning organic farming ga o'tib ketdi 38 ga. Qarang, 4-sectionda multiple choice ga nima bor? Bu yerda aytdi, yields degan yozinglar, hosillar degani, crops degani do'stlar mana bu. Yozinglar sizlar ham. Crops, C R O P S. Birinchi Hindistonga kirib kelganda o'sha organik o'sha fermerlik nima sodir bo'ldi? Hosillarda o'sish sodir bo'ldi. Undan keyin aytdi xalqaro organik fermerchilikda deyapti, nimaga diqqat qaratar ekan? Mana do'stlar 29 ga, 39 ga. Ular whether organic farming is beneficial to wildlife. Yovvoyi hayotga faqat foydasi bor ekan buni. Aytdi-ku, hattoki o'sha xonakilashtirilgan hayvonlar borki, sigirlar. O'shalarga ham organic farmingda tabiiy mahsulotlardan foydalanib o'tloqlar qilinar ekanda. Ha? Sun'iy narsalar berilmas ekan. Zo'r, 40 ta. According to speaker, what is the main advantages of organic farming? Endi o'sha men bu nima bizga speech qilib berayotgan odamning fikri nima ekan organic farming haqida deyapti. Bu oxirida as far as I'm concerned dedi, keyin market bir bola, depends bir bola deb ketdi-ku, bu boyagi xaridorlarga bog'liq narsa, bu narsa dedi. Tushunyapsanmi? Rahmat, salomat bo'linglar. Shu bilan listeningimiz tugadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bum.